Assalomu alaykum. Bugun Gentra'ning pulida ideal holatdagi mashinani ko'rsataman. Bu ham 2019-yilda ishlab chiqarilgan Mantovix 460 talik uzun rama mashina. Narxi 14 ming yevro. Dollarga приблизительно 15 ming bo'ladi. Gentra'ning puli. Oldi baland holatlari 80% tashkil qiladi. Probegi 740 ming kilometr bo'libdi. Yiliga bosib o'tgan yo'liga qaraganda mashinamiz holati haqiqatan ham svejий holatda bo'lib turibdi. Uzun rama ham ishlatadigan yoki haydaydiganlar o'zlari juda yaxshi bilishadi bu mashinaning qanaqa zo'rligini. Bu tomon balonlari ham 80% bo'lib turibdi. Ikkita tomonda 710 tadan общий 1 tonna 420 litr. Orqa balon holatlari 40-50% yangi qo'yib kerak. Lekin mana ramalarida bir chirigan, zanglagan joylar umuman mashinada yo'q. Kabina, salon holatlari ideal. Hozir salondan ham ko'rsataman. Mashinada ikkita spalni, xolodilnik bor. Salon holatlari zo'r holatda turibdi, shillab, qirilib ketmagan, akkuratni haydalgan. Probeg 740 ming kilometr. Kimga qiziq bo'lsa, mashina наличие.